Assalomu alaykum hammaga. Hammalarni bugungi master klassimizda ko'rib turganimdan xursandman. Ismim Abbos Egamqulov, Business School rahbari va loyiha menejeri bo'laman. Hozir vaqtda Germaniyada magistraturada va loyiha boshqaruv yo'nalishi amaliyot o'tamoqdaman. Bugungi master klassimizni mavzusi nega Agile Agile o'zi nima va nega Agile bo'yicha ishlab bo'lmaydi mavzusida ancha yillik bu sohada Agile, Scrum hamda Kanban sohalari shu yo'nalishlarda kattagina 13 yilga yaqin umumiy karyerada tajribaga ega Abduhamidxon aka Muzaffariy bilan bugungi suhbatimiz bo'ladi. Abduhamidxon aka hozirgi vaqtda Click kompaniyasida bosh Scrum Master va undan oldinroq Kanban yo'nalish bo'yicha o'sha trainer mutaxassis hamda boshqa IT korxonalarda faoliyat olib borganlar. Abduhamidxon aka, sizni bugungi master klassimizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Ko'rdik. Rahmat kattakon. Hammani ko'rib turgandan xursandman. Imkon bo'lsa, agar kamerani yoqishga imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, project managerlarni yaxshi ko'rgansizlar. Kamerani yoqishga imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, juda ham zo'r bo'lardi. Tabiiy holatda o'tardi, agar imkon bo'lsa. Mayli. Xo'p, endi prezentatsiyani share qilgan bo'lsam, xo'p. Ekran ko'rinyapti degan umiddaman. Ekran ko'rinyapti? Ko'ryapti. Xo'p, savollarni shu prezentatsiyaning oxirida bemalol bersa bo'ladi. Xo'sh, boshlaymiz. Hammaga assalomu alaykum. Ismim Abduhamid Muzaffarxonov. Abdu deb chaqirsanglar bo'ladi. O'zbekistondagi birinchi Kanban menejeriman. Hozirgi kunga kelib turib Fixflow kompaniyasida konsultant sifatida ishlayman va undan tashqari shu Click kompaniyasida bosh Scrum Master lavozimida ish yuritaman. Bu meni ishlab o'tgan korxonalarim Fixflow, Click, Payme, Uzcardda ishlaganman, Proxima degan kompaniyada ishlaganman va bundan tashqari PMI O'zbekiston PMI instituti mahalliy bo'limida asosiy community liderlaridan bittasiman. Xo'p, bugungi mavzuyimizda Agile o'zi nima va nega Agile bo'yicha ishlab bo'lmaydi degan ikkita savolga javob topish. Mavzu tartibi. Biz bugungi shu ikkita savolni 4 ta qadam orqali ko'rib chiqamiz. Birinchisi Agile o'zi nima degan savolga javob berib olish. Keyingisi Agile paydo bo'lish tarixini o'rganib chiqish. Keyingi ikkita savol nega Agile bo'yicha ishlab bo'lmaydi? Ya'ni asosiy savolga javob berish va bugungi kundagi trend Agile rostdan ham oldimi degan savolga javob berish bo'ladi. Xo'sh, Agile haqida gapiradigan bo'lsak, Agile bu dasturiy ta'minotni ishlab chiqarish uchun yig'ilgan qadriyat va prinsiplar to'plami. Ya'ni bu qadriyatlar va prinsiplar. Xo'sh, uni paydo bo'lish tarixiga kelgan bo'lsak, biz yana shu boyiga 4 ta qadamdan foydalanishimiz kerak. Biz buni quyidagi tartibda ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu AQShdagi uchrashuv. Ya'ni AQShdagi uchrashuv orqali bu 4 ta prinsip, 4 ta qadriyat va 12 ta prinsip paydo bo'lgan. Uchrashuvdagi qatnashuvchilar, ya'ni ular kim bo'lgan va bu narsa juda ham Agile yaratishiga kuchli poydevor bo'lib bergan. Keyingisi Agile o'zining ichiga qaysi turdagi frameworklarni to'plamini oladi va bu Agile yondashuvi paydo bo'lishiga nima sabab bo'lgan, ya'ni muammoning ildiri nima bo'lgan. Xo'sh, asoschilar 2001-yil AQShning Yuta shtatida 17 ta o'zining davrini mashhur, taniqli va kuchli bo'lgan dasturchilar ko'rishishadi va ko'rishdan maqsad o'sha vaqtdagi keng tarqalgan muammolar va bu muammolarga shu 17 ta inson o'zi tomonidan qanaqa yechimlarni qo'llashini maslahatlash edi. Asosiy sabab shu edi. Maslahatlash davomida ular juda ham qattiq kirishib ketib, shu muammolarga yechim bo'la olgan qadriyat va prinsiplar to'plamini paydo qilib qo'yishgan. Aslida bu uchrashuvdan maqsad Agile yondashuvini yaratish bo'lmagan. Endi shu yig'ilgan 17 ta odam kim edi? Ulardan 3 ta odamni misol qilib oldim va ular o'zi kim edi degan savolga hali yana oxirida qaytamiz. Birinchi inson bu Bob Martin. Bob Martin Clean Code va Clean Architecture asarlarining muallifi. Yanada mashhur taxallusi bu Uncle Bob. Bu inson shu kunga, ya'ni 2001-yildagi uchrashuv kelishdan oldin 30 yillik tajribaga ega bo'lgan, kuchli dasturchi bo'lgan va uni mana shu Clean Code va Clean Architecture, ya'ni toza kod va toza arxitektura asarlaridagi patronlar va qoidalar asosida hozirgi kundagi
80% dasturiy ta'minotlar shu qoidaga asosan yoziladi. Ya'ni bu juda ham kuchli dasturchilardan biri bo'lgan. Keyingi inson Jeff Sutherland, ya'ni bu inson bu uchrashuvdan oldin 9 ta kompaniyada texnik direktor lavozimida ishlagan, ya'ni CTO lavozimida ishlagan va bu inson Scrum, ya'ni butun dunyoda keng tarqalgan eng mashhur hisoblagan frameworklardan bittasi Scrumni otasi hisoblanadi. Asoschilaridan biri hisoblanadi va keyingi inson Brian Mark, bu inson testing, ya'ni QA, dasturiy ta'minotni ishlab chiqarishni sifatini tekshirish mavzusidagi juda ham mashhur muallif, juda ham ko'p turdagi instrumentlarni yozib ketgan va ulardan hozirgi kungacha foydalanishadi. Agarda QA industriyasida ishlagan bo'lsanglar, testing kvadranti bor. Ya'ni o'sha kvadrantda asosiy muallifi shu inson. Xo'sh, nega men bular haqida hozir gapirib berdim? Ular o'zi kim edi degan savolga javob beradigan bo'lsam, bu 17 inson hammasi dasturchi, ya'ni yoki dasturlash atrofidagi insonlar bo'lishgan. Ya'ni bu insonlar biznesdan kelgan yoki biznes atrofidagi xodimlar emas edi. Bu mana shu 17 insonning hammasi kuchli dasturchi va dasturlash atrofida ish qilgan odamlar bo'lishgan. Xo'sh, ular har xil turdagi praktikalar, frameworklar, usullardan foydalanishgan. Misol uchun extreme programming yoki Scrum, Crystal va hokazolar va ularni ishlaydigan shu usul va frameworklari asosiga, ya'ni bu ularni ishlatish asosiga agile qadriyatlarini solib ketishgan. Xo'sh, endi ular o'sha vaqtda qanaqa muammolar bilan duch kelgan va shu muammolar, ya'ni shu agile paydo bo'lishiga sababchi bo'lgan muammolar o'zi nima edi? Birinchisi bu hujjatbozlik, ya'ni ommabop tilda aytadigan bo'lsak, byurokratiyaga asoslangan ishlab chiqarish, ya'ni dasturiy ta'minotda ishlab chiqarish yondashuvi. Bu jarayonda har bir mayda o'zgarish yoki upgrade'larni ma'lum bir hujjatlar va protseduralar ketma-ketligidan olib o'tish kerak bo'lgan. Bu o'ziga yarasha noqulaylik tug'dirgan. Misol uchun bitta kichkina o'zgarish qilish uchun butun komanda to'xtab qolib, shu byurokratiya amalga oshishini kutgan. Ikkinchi muammo bu komanda, ya'ni jamoa qo'yilgan deadline'ni o'zini bo'yniga olgan, lekin shu deadline qo'yilgan dasturiy ta'minotni ichidagi funksiyalar to'plamini ketma-ketligi va ularga deadline'dan keyin kirib kelayotgan o'zgarishlarga qarshilik ko'rsatolmagan yoki boshqara olmagan. Bu o'ziga yarasha shu qilinayotgan ishni skopini oshirib boravergan va biz hammamiz bilamiz, skop oshgan sari deadline ham ko'payishi kerak. Afsuski deadline o'zgarmagan. Va bu hammani juda ham qattiq stressga solgan va komanda shu burnout, ya'ni выгорание bo'lish boshlagan. Xo'sh, keyingisi bu agarda biz shu prediktiv podxod ko'rgan bo'lsak, ya'ni waterfall podxodini, waterfall yondashuvida bizda birinchi shu plan, dizayn, kod, keyin testing. Va kod butunlay bitgandan keyin kod qismi, ya'ni ishlab chiqarish qismi butunlay bitib bo'lgandan keyin testing topshirilgan. Va tabiiyki boshida hal ketish mumkin bo'lgan, ya'ni kichkinaligida hal qilish mumkin bo'lgan muammolarni uzoq vaqtda ko'rilmagan va oxirida bu muammolar juda ham katta muammo sifatida kelib chiqqandan keyin tabiiyki shu katta muammolarni hal qilishga komandada, jamoada ko'proq vaqt ketgan. Ko'proq vaqt ketdi degani, sizda ishlab chiqarayotgan featureslar narxi, ya'ni ishlab chiqarayotgan dasturiy ta'minotingizni ma'lum bir bo'lagini narxi boshida 2 so'm bo'lsa, keyin bug fixlari bilan 3 so'mga aylanib ketgan. Ya'ni juda ham kech feedback. Va oxirgisi jarayonlarni ma'nodan ustunligi. Ya'ni bu nima degani? Dasturiy ta'minot haqiqatan ham iste'molchini og'rig'ini hal qilyaptimi yoki tikilgan pul haqiqatda qaytib chiqyaptimi, muhim bo'lmagan. Asosiysi qo'yilgan protseduralar bor, proseslar bor, o'shalarga amal qilish kerak. Xo'sh, ular shu mulohaza davomida
to'rtta qadriyat va 12 ta prinsip ishlab chiqarishgan. O'sha yildagi chiqqan nima dokumentda, hujjatda mana shu ekranda ko'rishingiz mumkin. Bu o'sha birinchi versiyasi. Ular Agile o'sha 17 ta dasturchi Agile Alliance yaratgan va shu Agile Alliance ichiga o'zini frameworklarini olib kirishgan. Bu frameworklar shu 4 ta qadriyat va 12 ta prinsip asosida ishlashiga kelishishgan va ekranda ko'rib turganingizdek, shu birinchi nusxasi 2001-yil mart oyida vujudga kelgan. Xo'sh, endi Agile bilan ishlash davomida ko'pchilik kompaniyalarda keng tarqalgan antipatternlar bor. Ya'ni biz Agile bo'yicha ishlaymiz deb baqirishadi. Afsuski, kompaniyada qilayotgan ishlar Agile'ga solingan qadriyat va prinsip to'plamiga to'g'ri kelmaydi. Ekranni screenshot qolsanglar bo'ladi. Ya'ni screenshot qilib o'zingizning kompaniyalarga solishtirib ko'rsanglar, qanchalik sizlar shu agar Agile bo'yicha ishlasanglar, Agile'ga mos ish qolganinglarni ko'rsanglar bo'ladi. Men bu yerdan bitta misol o'qib ketaman. Birinchisi, bizni juma kuni deploy qilmaymiz. Odatda shu o'zimning tajribamga tayangan holatda aytadigan bo'lsam, juda ham ko'p kompaniyalar, juda ham katta kompaniyalarda bu juda ham keng tarqalgan praktika. Juma kuni deploy qilinadigan bo'lsa, agarda deploydan keyin muammo chiqqan bo'lsa, odatda deploy kunni ikkinchi yarmida qilinadi. Muammo chiqqan bo'lsa, bu dasturchilar shanba, yakshanba kuni yoki juma kuni kechasi bilan ishlab chiqishga majbur bo'ladi. Va o'zini shu komfort zonasida bo'lmaydi-ku, 2 kunlik dam olish kunidan voz kechishga to'g'ri kelib qoladi. Va natijada ko'pchilik juma kuni deploy qilish praktikasidan qo'rqadi, qochadi. Afsuski, bunaqa holat Agile qadriyatlariga to'g'ri kelmaydi. Agile prinsiplaridan bittasi texnik mukammallik va yaxshi dizayn, dizaynga doimiy e'tibor moslashuvchanlikni oshiradi. Ya'ni moslashuvchanlik bu tez va qisqa vaqtda ma'lum bir funksiyalar chiqarishga misol qilib oladigan bo'lsak, siz bu chiqarilayotgan funksiyalni texnik dizayniga, ya'ni dizayn degani texnik dizayni, sistem dizayni va uni texnik mukammalligiga amin bo'lishingiz kerak yoki-da yaxshilab o'ylab chiqqan bo'lishingiz kerak. Agar bu yaxshilab o'ylab chiqilmagan bo'lsa, keyinchalik sizning moslashuvchanligingiz, ya'ni agility yo'qolib boradi. Chunki sizda ya'ni texnik qarz deylik, texnik ko'payib boradi va siz yangi featurlarni chiqarish tezligingiz kamayib, sekinlashib boradi va oxiri shu juma kuni deploy qilmagan holatga to'g'ri kelib qolasizlar. Afsuski, Agile'da bunaqa yondashuv qoralanadi va har doim texnik jihatga juda ham kuchli e'tibor berilgan. Sababi bu 4 ta qadriyat va 12 ta prinsip dasturchilar tomonidan ishlab chiqarilgan. Dasturchilar texnik taraflama juda ham yaxshi o'ylab ish qilgan odamlar to'plamiga kiradi. Xo'sh, endi kunning savoli, nega Agile bo'yicha ishlab bo'lmaydi? Men bundan oldin yanada chuqurroq savol berardim. Nima bo'yicha ishlab bo'ladi? Ko'pchilik metodologiya deydi. Metodologiya so'zidan foydalanish maslahat bermagan bo'lardim. Chunki metodologiya so'zini ildizni olgan bo'lsak, shu yunonchadan kelib chiqadi va metos va logos degan ikkita qismga bo'linadi. Usul va bilim. Ya'ni bu usullarni o'rganadigan ilm. Ma'lum bir usul bor. Shu usullar qanaqa ta'sir qilyapti, nimadan kelib chiqib bu usul paydo bo'lyapti degan savollarni o'rganadigan ilm. Ya'ni bu usullarni o'rganadigan ilm. Bu ketma-ketlik emas. Yoki metod. Agar metod so'zini ma'nosiga qaragan bo'lsak, ma'lum bir muammoni hal qilish uchun yo'naltirilgan harakat ketma-ketligi. Metod ma'lum bir muammoni hal qilish uchun yo'naltiriladi. Metodologiya shu metoddan o'rganadi. Endi odatda biz to'g'riroq javob beradigan bo'lsak, instruksiya, ya'ni qo'llanmadan foydalanishimiz kerak. Shu qo'llanmani misolida biz frameworklarni olishimiz mumkin. Xo'sh, endi framework haqida gaplashadigan bo'lsak, demak, zanjir bo'yicha yurib chiqqan bo'lsak, ya'ni Agile bu 4 ta qadriyat. Uning ichida 12 ta prinsip bor. Va shu prinsiplarga asoslangan holatda bizda Scrum framework, ya'ni Scrum instruksiyasi hosil bo'ladi, paydo bo'ladi. Endi farqini tushuntirish uchun, nega Agile'da ishlab bo'lmaydi degan savolga javob berish uchun
Men shu osh pishirish misolini keltiraman. 4 ta qadriyat, to'g'rimi? 4 ta qadriyat asosida siz, misol uchun osh pishirish qadriyatim mana, shu, Samarqandcha osh qilmoqchiman. Ya'ni men shu qadriyat asosida osh pishirmoqchiman yoki men shirin osh qilmoqchiman. Shirin osh qilmoqchiman degan, mendagi qadriyat menga, osh qilish ketma-ketligini tushuntirib bermaydi. Yoki 12 ta prinsip. Men oshimni, sekin pishirmoqchiman yoki men oshimni tez pishirmoqchiman yoki men oshimni, ko'proq go'shtli qilib pishirmoqchiman. Ya'ni bu prinsip. Men shu prinsipga asoslangan holatda oshni ichidagi turkumni o'zgartirishim mumkin. Lekin menga bu prinsip, qanaqa oshni pishirish ketma-ketligini bermaydi. Bu 4 ta qadriyat va 12 ta prinsip. Ya'ni men ular bo'yicha, bitta ishni, A nuqtadan B nuqtagacha olib bora olmayman. Menga bu ishni qilish uchun menga frameworklar berilgan. Ularga bitta shu yaqqol mashhur misoli Scrum. Scrumda, yozilgan, aniq yozib ketilgan qanaqa rollar bor, kim nima ish qiladi, kim nimaga javob beradi, qanaqa uchrashuvlar bor, nima asosida biz, qarorlar qabul qilamiz. Yangi misol Scrumda backlog bor, product backlog bor, sprint backlog bor. Sprint backlogiga biz, nima asosida qanaqa uchrashuvlardan keyin kim sprint backlog o'z narsani oladi, ya'ni yangi featurelarni olish boshlaydi. Hammasi yaqqol yozib tushuntirib ketilgan. Lekin framework ham, ya'ni framework bu shu ramkada, andoza, framework ham chegaralangan. Ya'ni, chegaralangan deganda men nimani nazarda tutmoqchiman? Frameworkga ko'rko'rona amal qilish. Bu Scrumni ikkinchi, asoschilaridan biri Ken Schwaber va uni mashhur, sitatasi bor. Scrum has no brain, you have to use your own. Bu nima degani? Scrumni o'zining miyasi yo'q. Scrum ishlatish uchun o'zingning miyani ishlat. Ya'ni framework bu andozani olib, jarayonlarga integratsiya qilib, o'ziga moslashtirib olish kerak. Agarda Scrumga ko'rko'rona amal qilgan bo'lsa, bizning jarayonlar sirkka aylanishni boshlaydi. Ya'ni biz daylik uchun daylik qilamiz, tushunmagan holatda PBRlar qilamiz va 2 haftaning oxirida bizda hech qanaqa release chiqmaydi. Ya'ni biz 2 haftaga chiranamiz, lekin 2 haftaning oxirida hech narsa chiqmaydi. Va bu shu ishxonadagi jarayonlarni teatr bo'lishiga olib keladi. Biz chiroyli, raqs o'ynab beramiz, chiroyli rolni amalga oshirib beramiz, lekin rezultat nol. Rezultat degani shu haftaning oxirida feature chiqishi. 2 haftaning oxirida yoki 3-4 haftaning oxirida feature chiqishi. Afsuski bu feature yo'q. Demak, biz 1 yildan beri Scrum ishlayapmiz, no Scrum berayotgan, time boxga tusha olmaymiz. Ya'ni vaqt limitiga tusha olmaymiz. Demak, bizda nimadir noto'g'ri. Xo'sh, keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, bu agile rostdan ham oldimi? Hozirgi kunda LinkedIn yoki boshqa sahifalarni, ko'rgan bo'lsanglar, juda ham mashhur bir, hashtag yoki trend chiqqan. Agile is dead. Ya'ni agile o'ldi. Nega bunaqa va haqiqatan ham u o'ldimi degan savolga javob berishga harakat qilib ko'raman. 2001-yildagi holat, ya'ni agile qadriyati, yondashuvi yaralgan, yildagi holat. U davrda, agarda shu agile manifestini o'qib chiqgan bo'lsanglar, vaziyat ancha boshqacha bo'lgan. Birinchisi bu texnologiyalar, hozirgi kundagi rivojlanmagan bo'lgan. Misol uchun CI/CD praktikasi, DevOps praktikalari 2009-yildan boshlab, IT olamiga kirib kelish boshlagan. Cloud texnologiyalar keng rivojlanmagan bo'lgan, internetda o'zi ham bir chegaralangan bo'lgan. Va shu 17 ta dasturchilarni, ishlab chiqargan mahsulotlarini ko'rgan bo'lsangiz, misol uchun o'sha odamlarni topib LinkedInga kirib, men o'zim chiqib chiqdim. LinkedInga kirib, kompaniyasiga kirib, u kompaniya nima mahsulot ishlab chiqarganini ko'rgan bo'lsanglar, bu desktop, kichkina to'plamdagi dasturlar bo'lgan. Katta kompleksdagi, katta miqyosidagi insonlarni, kommunikatsiyasini o'zining ichiga olgan dasturlar deb bo'lmaydi. Va o'sha paytdagi jamoalarni, hajmi 5 kishi, 30 kishi, uzoq borsa 50 kishilik kompaniyalar bo'lgan. Hozirgi kunga o'xshagan gigant kompaniyalar, miqyosli kompaniyalar juda ham kam bo'lgan va u yerda bo'lsa maksimum 500-600 kishi ishlagan. Keyingisi hierarxiya. O'sha paytda tabiiyki 5 kishilik jamoalarda kuchli hierarxiya bo'lmaydi. Ya'ni C-level, menejerlarning leveli, dastur, ya'ni pastki operatsion level, unaqa turdagi kuchli hierarxiya bo'lmagan.
Va bunga yaqin misol o'sha ko'pchilik manimcha Facebook yaralish haqidagi filmni ko'rgan bo'lsa kerak. U filmda ham shu 4 ta dasturchi va bitta shu menejeri katta kompaniyaga asos bo'lgan kichkina shu social networkka asos solishgan. Bular 5-4 kishi bo'lgan. Keyinchalik tabiiyki kengayib ketgan. Xo'sh, bugungi kunga kelib turib bizada nima mavjud? Birinchisi bu juda ham keng to'plamdagi ishni yengillashtirib beradigan texnologiyalar to'plami. Cloud yechimlar keng rivojlangan, internet butun dunyoda jadal rivojlanib boryapti. Internet tezligi boshqa, fayllarni hajmi boshqa. Undan tashqari AI. Ya'ni AI kirib kelib, hozirgi kundagi ish jarayonlari tabiiyki o'zgarib boshlayapti. Ya'ni Copilotlar kodni yozib bera oladigan yoki analiz qilib beradigan boshqa ChatGPT yoki shu kabi AI toollarda. Undan tashqari kompaniyalarning hajmi. Hozirgi kundagi eng kichkina outstaff yoki outsource yoki produktoviy kompaniyalarni oladigan bo'lsak, kamida 10, 15, 20 kishi ishlaydi. Va undan tashqari juda ham katta 5000 ta, 5000 tadan ko'p ishchisi bor kompaniyalar bor. Bunga shu keng misol oldin Fanuc, hozirgi Manuc. Ya'ni hamma biladi, bu kompaniyada juda ham katta miqdordagi odamlar ishlaydi. Va kuchli hierarxiya. Hozir bu kompaniyalarda aniq C-level, ya'ni yoki VP level, top management, quyi menejerlar, komandalar, ya'ni ma'lum bir hierarxiya bor. Tabiiyki bu kunga kelgan, bu kundagi o'zgarishlar Agile o'sha 2001-yildagi holati bilan tubdan farq qiladi. Undan tashqari, tabiiyki kompaniyalar, odamlar o'sish boshlagandan keyin boshqa alternativalar chiqish boshlagan. Ya'ni shu 93-yil Scrum paydo bo'lgan bo'lsa, Scrum Agile paydo bo'lgan. Undan keyin 2004-yilga kelib turib, Agile'ga nisbatan alternativ yo'l bo'lgan Kanban metodi paydo bo'lgan. 2004-yil David Anders tomonidan Microsoft kompaniyasida test qilingan va o'zini unumdorligini ko'rsatib bergan juda ham kuchli bo'lgan Kanban metodi. Undan keyin 2008-yilga kelib turib Less Large Scaled Scrum framework'i vujudga kelgan. Bu framework 8 tadan boshlab va hokazo, ya'ni cheksizligiga qarab ketadigan Scrum komandalar uchun qo'llaniladi. Oddiy Scrum Guide ochib o'qigan bo'lsangiz, Scrum Guide Scrumni 3 tadan 9 tagacha jamoa uchun qo'llanish qulay va imkoni bor deb yozib ketilgan. Sababi Scrumda bitta product owner bor va bitta product owner 9 ta komandaga, 9 ta jamoaga e'tibor qaratishi juda ham qiyin, ya'ni fizически qiyin. Va tabiiyki u ulgurmaslikka boshlaydi, burnout, ya'ni выгорание bo'lish boshlaydi va bu shu insonni bottleneck, ya'ni butilishni go'lashga bo'lib qolishiga olib kelib qo'yadi. Less shu muammoni Scrumni scale qilib, ya'ni Scrumni kengaytirib hal qilishga harakat qilgan. 2001-yilga kelib turib, SAFe Scaled Agile Framework vujudga kelgan. SAFe Less'dan farqli taraflari, SAFe bu shu katta enterprise kompaniyalarga juda ham yaqin bo'lgan framework. Sababi u yerda hierarxiyaga juda ham qattiq e'tibor ajratilgan va undan tashqari shu SAFe'da 5000 tadan ko'p ishchili enterprise kompaniyalarga tushishga juda ham yuqori qobiliyatli framework deb tan olingan. Xo'sh, endi xulosa qilgan bo'lsam, haqiqatdan ham Agile oldimi deydigan savolga javob beradigan bo'lsam, men shu qilgan researchim, ya'ni qilgan izlanishim davomida bitta xulosaga keldim. Hozirgi kundagi Agile va o'sha paytdagi Agile qanaqa bo'lgan? O'sha paytdagi Agile bu context based, ya'ni sharoitga asoslangan. Ya'ni mana bir
uzr, concept based va context based. Concept based degani nima? Bu ma'lum bir konsepsiyaga asoslangan framework. Ya'ni bizda ma'lum bir turkum qoidalar bor. Ularga amal qilasan, amal qilmasang, uzr, sani bu framework ishlamaydi. Va hamma shu misol uchun Scrumda hamma qoidalarga 100% amal qilib, 100% hamma ichidagi narsani, ichidagi qoidalarni implement qilishga harakat qilishgan, implementatsiya qilishga harakat qilishgan. Bugungi kunga kelib turib, bu yondashuv context based aylangan. Ya'ni bu nima degani? Bizda ma'lum bir korxonaga kelyapmiz, agile coach, project manager, agile project manager bo'lib kelyapmiz va bizda kontekst o'rganamiz. Bu korxonada qanaqa ish ketma-ketligi bor, haqiqatan ham unga Scrum tushadimi yoki boshqa framework tushadimi? Tushmagan bo'lsa, uni o'rniga nima alternativalar bor? Bozorda bu korxonadagi holatga o'xshash boshqa komponentlarda nima narsa qo'llanilgan? Kontekstni o'rganib, kontekstga mos ravishda framework berilgan yondashuvga qarab kelyapmiz va o'sha ko'pchilik shu yondashuvdan foydalanyapti. Men nima degan bo'lardim? Javob olmagan. Biz shunchaki uni nima uchun yaratilganligini unutib qo'ydik. Ya'ni 2001-yildagi vaziyat bilan bugungi kundagi vaziyatda biz bir-biriga to'g'ri kelmasligini esimizdan chiqarib qo'ydik. Bu shu boya aytgan qisqacha tushuncham konsepsiyaga asoslangan yondashuvdan kontekstga asoslangan yondashuvga o'tish. Savollar, agarda savollaringiz bo'lgan bo'lsa, ularga to'xtalamiz. Imkon bo'lsa, iltimos, screenda QR koddan o'tib feedback qoldirishni juda ham xursand bo'lardim. Va menda hozir sizlarga taklifim bor. Ekranni screenshot qolsanglar, qildinglar degan umiddaman. LinkedIn ekrani bunga ham follow qilsanglar, men o'zim O'zbekistondagi shu birinchi Kanban menejer hisoblanaman va Kanban ga oid bo'lgan kurslarni o'taman. Aynan shu ikkita narsani, ya'ni screenshot bilan shu feedbackdan o'tsanglar, menga shu kelib turib shu haqida post qo'yasizlar LinkedInga. Mana bugun bunaqa uchrashuv bo'ldi va biz Agile haqida eshitdik va o'zingizning feedbackni qoldirsanglar, men sizlarga o'zimning kurslarimga 10% skidka beraman. Bu imенно shu Scrum School'ga mana shu webinar uchun qilingan promo kod. Iltimos, buni ham screenshot qilib olinglar. Qisqacha shu, e'tiboringiz uchun rahmat. Endi savollaringiz bo'lgan bo'lsa, savollarga to'xtaladigan bo'lsak. Taqdimot uchun kattakon rahmat Abduhamidxon aka. Do'stlar, kimdan savollar bo'lsa bemalol berishlar mumkin. Alternativ sifatida nima taklif qilasiz va hozirgi kun sharoitidan kelib chiqqan holatda men bu savol bilan javob bergan bo'lardim. Nega? Maqsad nima? Ya'ni alternativ sifatida qo'llanilayotgan usuldan maqsad nima? Ya'ni u usul kompaniyaga nima muammoni hal qilish uchun kerak? Mana shu savolga birinchi javob bergan bo'lardim. Ya'ni har xil korxona har xil usuldan foydalanadi. Bu usuldan foydalanishi uni ishlab chiqargan mahsulotiga bog'liq. Misol uchun shu PMI prediktiv usuli bor, ya'ni waterfall. Bu usul o'sha qurilish kompaniyalari yoki katta ishlab chiqarish, misol uchun oil and gas turdagi korxonalarga juda ham qulay usul hisoblanadi va ular shundan foydalanishadi. Dasturiy ta'minotda bizda shu savolingizga yaqinlashgan bo'lsak, agile qadriyatlarga asoslangan frameworklar to'plami bor yoki prinsiplar to'plami, praktikalar to'plami. Scrum framework, XP bor yoki xuddi shunga alternativ yo'l qilib Kanban kelgan. Ya'ni Kanban bu o'sha Kanban metodi ataladi. O'sha bu muammoni hal qilish uchun qo'llaniladigan usul. Ya'ni sizda hozirgi kundagi misol uchun Scrum framework yaxshi ishlamayotgan bo'lsa, uni kelib turib shu upgrade, ya'ni tuning qilib beradigan usul. Kelasiz, 360 check up qiladi, ya'ni statuslarni ko'rib chiqadi. Tabiiyki komanda bilan va natijada shu sizda mana shu muammolar to'plamini hal qilishga yechim paydo bo'lish boshlaydi. Ya'ni yechimni ketma-ketligini yarata boshlaysiz va o'sha boyagi tabiiy soft Scrumdan o'zingizga moslashgan jarayorlar talabga qarab chiqib ketishingiz mumkin.
Bu bitta usul. Ikkinchi usul shu kabi boshqa frameworklarni qo'llab ko'rish. Misol uchun, shu prediktiv usulni olib turib, unga XP, ya'ni external programming dagi praktikalarni solib ko'rish yokida bir nechta instrumentlarni, ya'ni bir nechta framework va usullarni gibrid holatda ishlatish. Shuni maslahat bergan bo'lardim. Keyingi savol ham turibdi Muhammad Alidan. Shunda juma kuni reliz qilmayapmiz. Bu to'g'rimi? Biz dushanba yoki seshanbaga rejalashtiramiz. Juma kuni reliz haqida gapirganimda, men nimani nazarda tutgan edim? Odatda, shu yana o'zim tajribamga qaytagan bo'lsam, ko'p korxonalarda 2 haftalik sprint dushanba kuni boshlanib, juma kuni tugaydi. Bu shu ish kunlariga tushish uchun qulay qilib moslashtirilgan usullardan bittasi va bu jarayonda ko'pchilik juma kuniga agarda haqiqatda butun funksiyalar tayyor bo'lgan bo'lsa, release qilmaydi. Sababi texnik sifati juda ham past va shoshqaloqlik bilan chiqarilgan funksiyalar to'plami bo'ladi. Tabiiyki uni juma kuni deploy qilgan bo'lsa, juma kunidan keyingi 2 kun ishlash kerak. Agarda sizni relizlaringiz jumaga to'g'ri kelgan bo'lsa va siz uni past sifatliligi sababidan relizga ko'chirayotgan bo'lsangiz, unda haqiqatan ham sizlar ijara bo'yicha ishlay olasizlarmi degan savol haqida o'ylanib ko'rish kerak. Lekin sizlarning rejalar bo'yicha relizinglar dushanba yoki seshanbaga to'g'ri kelgan bo'lsa, sizlar dushanba, seshanba kuni reliz qilishinglar o'zingizlarga bog'liq bo'lgan holat. Men gapirib ketgan misolda texnik sifat pastligi reliz mahsulot tayyor bo'lgandan keyin relizga chiqmasligini omili sifatida misol tariqasida keltirganman. Yana bitta savol tushdi. Agar savolga javob bera olgan bo'lsam, keyingi savolga o'taman. Xo'p, juda ham yaxshi savol. Bu Scrumda qanaqa qilib vazifalarni baholashga yo'naltirilgan savol. Bu savolga javob bergan bo'lsam, o'zi Scrumni eski versiyalarida tavsiya berilgan usullardan bittasi bu shu poker planning story pointlar va agarda shu story pointlar bilan vaqt o'lchamini solishtirgan bo'lsak, story pointlar orqali siz ishni qiyinligini o'lchaysiz. Ishni qiyinligi deganda, ya'ni mana shu qiyinlik degan so'z bir nechta elementdan iborat. Bitta elementi bu o'sha tikilayotgan ichidagi risklar. Ikkinchi elementi bu komanda bu dastur bilan, ya'ni bu turdagi dastur bilan oldin ishlaganmi, ishlamaganmi, ya'ni bu turdagi funksional, bu turdagi texnologiyalar bilan. Yana bittasi bu shu qiyinligi, mavhumligi, risklari va hokazolar. Va bu story point berilgan baho aynan qiyinligi yo'naltirilgan. Scrumda vaqt bo'yicha baholash qanchalik to'g'ri bilmadim-ku, chunki sizda Scrumda 2 haftalik time boxingiz bor. Time box degani siz mana 2 haftaning oxirida inkrement chiqarishingiz kerak. Inkrement bu ishlaydigan protka klient qo'liga chiqqan produktda bir bo'lagi. Va sizda 2 haftalik limit bo'lganda siz nimaga taskga baholay olasiz? Bu o'ylab ko'rgan bo'lsangiz, mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Chunki sizda 2 haftalik aniq vaqtingiz bor va shu 2 haftaning ichida ma'lum bir to'plamdagi funksionalga commit qilasiz, ya'ni va'da berasiz komanda bilan. Harakat qilamiz deb va'da berasiz. Bu birinchi moment, ya'ni vaqt bilan o'lchash qanchalik Scrumga to'g'ri keladi. Mantiqan, men nazarimda bu noto'g'ri. Story pointni biz vaqt o'lchamaymiz, biz story pointni biz qiyinligini o'lchaymiz. Undan tashqari muhim momenti bor. 19-asr, 20-asrgacha va 20-asrdan keyingi holat. 20-asrgacha bo'lgan vaqtda ishlab chiqarish ko'proq jismi bor. Ya'ni mana bizda 2 xil turdagi mehnat bor. Birinchisi fizik mehnat, ikkinchisi intellektual mehnat. Fizik mehnat bu misol uchun men mana shu AirPods'ni ishlab chiqaryapman. AirPods ishlab chiqarish davomida men aniq bilaman bu plastik ustidagi qobig'iga, ichidagi elementlariga qancha grammda nima qo'shishim kerak va meni ishlab chiqarish, silikonni ishlab chiqarish vaqti statik songa teng. Misol uchun bitta AirPods har 7 minutda chiqadi. Demak, o'sha ma'lum bir operatsiya to'plami orqali bizda bitta AirPods aniq vaqtda chiqyapti. Va sizga tushayotgan zakazda siz ishlab chiqarish quvvatingizdan kelib chiqqan holda prognoz qilib bera olasiz. Ya'ni siz misol uchun bir kunda 100 ta chiqara olasiz. Sizga klientingiz 200 ta zakaz beryapti va 200-chi zakazingizda siz shu hisoblab chiqqan holatda
qachon dunyoga, ya'ni qachon ishlab chiqarilib, u klient qo'liga yetib borishini ayta olasiz. Intellektual mehnatda mavhumlik darajasi juda ham katta. Sababi, misol uchun, Payme'dagi, misol, hammamiz foydalanadigan Payme klik bor, hamma buni biladi. Payment sistemalar. Payme'dagi stack texnologiyalar, klikdagi stack texnologiyalar tubdan farq qiladi. Payme'dagi odamlar, klikdagi odamlar va ularning IQsi va fantaziyasi tubdan farq qiladi. Tabiiyki, Payme'da misol uchun qilingan bitta funksional 1 soat olsa, klikda ham yarim soat olishi mumkin yoki teskari bo'lishi mumkin. Chunki intellektual mehnatdagi mavhumlik darajasi juda ham katta. Va bu mavhumlikni soat bilan baholash noto'g'ri. Chunki siz misol uchun yangi, mana xuddi shu Payme klik misolida bo'lgan bo'lsa, yangi funksiyalar qo'shmoqchisiz va agarda sizda texnolog bo'lgan bo'lsa va bu texnolog sizni yangi funksionalingizga ishlab chiqarishni ta'sir qilgan bo'lsa, siz bu funksionalni 2 haftada ishlab chiqara olmaysiz. Sababi sizda boshqa texnolog bor. Siz o'sha texnologga hal qilgan holatda bu ishni qilishingiz kerak. Ikkinchi kompaniyada bunaqa texnolog bo'lmasligi mumkin. Va tabiiyki siz qiyinligini o'lchashingiz kerak. Ya'ni qiyinlik deganda o'sha qanchalik biza bunga texnik tayyorlanmiz, qanchalik risklar bor, qanchalik bizga bu texnologiyaga tanish yoki notanish, shu orqali biza haqiqatdan ham qiyinligini o'lchab biza baho bera olamiz. Lekin buni qanchalik vaqt bilan o'lchash to'g'riligini men mantiqan o'ylab ko'rgan bo'lar edim. Savolingizga javob bera oldim degan umiddaman. Keyingi savol, junior PMdan middle PMgacha o'tish uchun nima qilish kerak? Bu faqat yilga bog'liq emas deb o'ylaydik. Quyidagicha javob bergan bo'lardim. 1 yil davomida o'zim tajribamdan kelib chiqqan bo'lsam, men parallel 2 ta yoki 3 ta loyihada ishlaganman. Ya'ni bitta loyiham bor, unga parallel ikkinchi loyiha, unga parallel uchinchi loyiha. Va tabiiyki, agarda mantiqan o'ylab ko'rgan bo'lsak, men 1 yil davomida 3 yil tajribasini olaman. Bu taraflama ham o'ylab ko'rsak bo'ladi. Yokida middle PM o'zi kim degan savolga javob berib ko'rgan bo'lardim. Chunki har bir kompaniyada middle darajasi har xil o'lchaniladi. Project managementga kelishimdan oldin men dasturchi bo'lganman, Java dasturchisi bo'lganman va dasturlash karyeram oxirida IPAMga intervyuga borganman va o'zimizning bitta mahalliy bankka intervyuga borganman. IPAM meni strong junior deb baholagan, mahalliy bank menga middle lavozimni bergan. Bu ham juda qiziq holat bo'lgan. Bu ham bitta shu o'ylab ko'rishga fokus qaratadigan momentlardan bittasi. Endi yana bitta moment, middle project manager nima ish qila olish kerak? Shu bu boyagi savolga qaytib ko'proq ochgan bo'lsak, middle project manager qo'liga ish kelsa, uni shu seniorni oldiga mayli-chuyda savollar bilan bormasdan turib, o'zini darajasida hal qila oladigan project manager deb o'lchab olgan bo'lsa, agarda siz shu ishni qila olayotgan bo'lsangiz, ya'ni sizga proyekt kelyapti, proyektda shu project management har xil fazalari bor. Shu har bitta fazani o'zingiz mustaqil boshqara olishingizga ko'zingiz yetsa, bo'lishi mumkin qanaqadir qiyin savollar. Mana o'sha vaqtda ma'lum bir research orqali javob topa olmagan bo'lsangiz, Googledan, GPTdan tabiiyki o'sha seniorga murojaat qilishingiz mumkin. Lekin agar siz shuni o'zingiz mustaqil yopa olgan bo'lsangiz, meni nazarimda siz middle project managersiz. Endi bu bilimlar to'plamaga ham bog'liq. Misol uchun, agarda bilimlar ekanlagan bo'lsak, men o'zimni hozirgi kunga kelib turib, taxminan 17 ta, 18 ta xalqaro sertifikatlarim bor. Kanban, Scrum, Project Management, AI bilan ishlash, Product Managementga aloqador va shu sertifikatsiyalardan o'tishga maslahat bergan bo'lardim. Chunki ma'lum bir sertifikatsiyadan o'tish sizga bilimingizni mustahkamlashga yaxshi foydavor bo'lib beradi va boshqa kompaniyalarda shu middle darajasidagi menejerlardan shu sertifikatsiyalarni bo'lishini talab qilishadi. Bu ham bir bilimni keltirish, nafaqat tajriba, balkim to'g'ri ish qilish degan savolga javob bera oladigan bir isbot tariqasida ishlatishda bo'ladi. Oddiy misol, institutga kirish uchun ko'pchilik IELTS topshiradi. Agarda sizlarni IELTS deb bo'lgan bo'lsa, demak sizlar ingliz tilini bilasizlar. Ya'ni sizlarni ballinglar qanaqa darajada ingliz tilini bilishingdan ko'rsatib beradi. Demak, shu project managementga oid bo'lgan sertifikatlar bor. Ulardan foydalanishingiz mumkin va foydalanish orqali sizlar
ham biliminglarni, ham tajribalarni kuchaytirib olasizlar. Bu juda ham zo'r praktika. Men o'zim foydalanganman va shu bilimlar sertifikatsiyali boshqa odamlarning xatosidan kelib chiqqan holatda vujudga kelgan va bu sizga o'sha odamlarning xatosini qilmasligini, o'sha odamlar bosib o'tgan 10 yillik yo'llarni bosib o'tmasligini, bosib o'tmasligiga poydevor bo'lib bera oladi degan fikrdaman. Xo'p. Tak, keyingi savol. Bu savolga sal chuqurroq Scrumga kirishga to'g'ri keladi. Agarda javobim qoniqtirmasa, keyinchalik kontaktlarim bor. LinkedInda shu Abdul Muzaffariy bilan chiqib kelaman. Aloqaga chiqsak, yanada отдельно, yanada alohida bitta one to one birga-bir call qilib gaplashib olsak bo'ladi. Endi qarang. Scrumni agarda biz to'g'ri mulohaza qilib chiqqan bo'lsak, Scrum bu produktoviy, ya'ni produktga asoslangan framework. Ya'ni Scrumda desam 17 marta, 18 marta produkt degan so'z kelgan. Va bu nima degani? Sizda haqiqatan ham produktmi? Birinchi shu savolga javob bergan bo'lardim. Keyingisi Scrumda product goal bor, ya'ni produktning maqsadi va produkt maqsadiga sprint goallar orqali yetishiladi. Ya'ni bitta katta produkt shu North Star bor, ya'ni shimoliy yulduzi bor. Shu yulduzga siz kichkina qadamlar orqali bozordagi mavhumlikni yo'q qilish orqali yetib borasiz. Har bitta kichkina qadamingiz nomi sprint goal deyiladi. Ya'ni Scott va Bojzi backlogingizdan har bitta kichkina funksionalni sprint goal orqali olib borasiz. Birinchi savol, men shu o'ylab ko'rishga loyiq deb bilagan birinchi savolim, bu olinayotgan elita taskingiz o'zi sprint goalga to'g'ri keladimi yo'qmi? Ya'ni oliy maqsadingizga, ya'ni produktingiz oliy maqsadiga sizga hozirgi olib borayotgan mikro maqsadingizga to'g'ri keladimi? Olib boradigan mikro maqsadingiz ma'nosiga to'g'ri keladimi? To'g'ri keladigan bo'lsa, o'sha qo'yilgan 2 haftaga tushadimi? Tush degani nima degani? 2 haftaning ichida siz shu 2 haftaning oxirida klientingiz qo'liga ishlayotgan produkt bera olasizmi yo'qmi? Birinchi o'sha o'ylab chiqish kerak bo'lgan, mulohaza qilish kerak bo'lgan moment shu. Hop, undan tashqari sprint orasida tasla chiqqan bo'lsa, bu tabiiy holat, chunki siz intellektual analiz qilyapsiz, intellektual mehnat analiz qilyapsiz va bu analiz davomida tabiiyki muammo chiqishi mumkin yoki yangi task chiqishi mumkin. Endi bu muammolarni hal qilish prioritetini komanda o'zi hal qilish kerak. Ya'ni mana shu chiqayotgan task hozirgi sprint maqsadga olib boradimi yo'qmi? Misol uchun, mana MVP zapusk bo'lish kerak. MVP zapusk bo'lish kerak, bilmayman. O'zbek tiliga tarjima qilish qiyin bo'lyapti. MVP zapusk bo'lish kerak. Sizda avtorizatsiya ekrani yo'q. Avtorizatsiya ekrani yo'q, sizga yana qanaqadir search buttonini rangi, ya'ni tepadagi poisk qidirish inputini, knopkasining rangini o'zgartirishgan task tushib kelyapti. Buni muhim deb sizga sotishyapti. No, sizda avtorizatsiya oynasi yo'q. Mantiqan o'ylab qaragan bo'lsak, biznes ishga tushib ketish uchun birinchi avtorizatsiya oynasini qilish kerak. Endi sizni sprintga shu narsa tushyaptimi? Komanda bilan produkt o'tirib gaplashib ko'rish kerak. Haqiqatan ham mana shu qo'shilayotgan narsa bizani sprint goalga boradimi yo'qmi? Agarda haqiqatan ham bo'lgan bo'lsa va misol uchun bu knopkani bo'yashmasdan avtorizatsiya oynasida tam SMS orqali OTP o'tish bo'lgan bo'lsa, men buni qo'shib ketgan bo'lardim. Xuddi shunaqa munosabat bugga nisbatan. Sizda bug bor. Okey. Bu bug hozirgi olib borilayotgan maqsadga xalaqit qiladimi yo'qmi? Hozirgi core funksiyonlarga xalaqit qiladimi yo'qmi? Shu savollarga javob topagan bo'lsangiz, siz mantiqan o'sha u bugga severity'si va priority'sini topasiz. Ya'ni severity bu qanchalik funksionalga ta'sir ko'rsatyapti, priority qanchalik bu hozir priority biznes uchun muhim. Va shu misol bir xil buglar bor, ko'rinmas. Tabiiyki biznes uchun bu muhim emas. Bir xil buglar bor, tekstda xato ketgan, no hech qanaqa funksionalga xalaqit bermaydi. Mana shu balans to'g'ri olib kelgan bo'lsangiz, siz aniq ayta olasiz, bu bugga biz hozir sprint olishimiz kerakmi yo'qmi? Scrumda sprintga task olish mumkin emas yokida tavsiya berilmaydi degan hech qanaqa qoida kelmagan. Lekin o'tda ma'lum bir nuqta qo'yilgan. Nuqta degani sprint goal. Shu sprint goal yetishga yordam beryaptimi yo'qmi? Yordam berayotgan bo'lsa, okey. Bo'lmasa,
omadli, tabiiy, mantiqiy, to'g'ri yechim. Bu savolga produkt owner odatda javob berishi kerak va komanda oxiri shu qaror qabul qiladi. Xo'p, ketdik-da Alisher. Qaranglar, katta loyiha yoki kichkina loyiha degan savolga to'xtalgan bo'lsak, menimcha loyihani hajmi muhim deb bilmagan bo'lardim. Project managerlar, ya'ni loyiha menejerini mutaxassisligini va ishini sifatini ko'rsatib beradigan boshqa faktorlar bor. Misol uchun, o'sha hamma biladigan keng tarqalgan project management 3 burchagi bor. Vaqt, pul va scope. Va har doim sizda ma'lum bir parametr o'ynaydi. Misol uchun, sizga tez kerak bo'lgan bo'lsa, pul kengayib ketadi, pul tarafi, sifat tarafi tushib ketadi. Yoki sizga sifatli kerak bo'lgan bo'lsa, vaqt uzayadi, pul ham sekin uzayishi mumkin. Har doim ma'lum bir taraf buzilagan bo'lsa, balansdan ketadigan bo'lsa, keyingi taraf ham o'ynashni boshlaydi. Sizda katta jamoami, kichkina jamoami farqi yo'q. Shu projektga qo'yilgan deadline'ga, qo'yilgan talablar orqali vaqtida yetkazib olib kelish, bu o'sha project menejeri shu yaxshi ekspertligini ko'rsatib beradigan faktor deb bilaman va bunda menimcha jamoani hajmini farqi bo'lmasa kerak. Savolingizga javob bera oldim degan umiddaman. Yaxshi savol bo'ldi, rahmat. Said Azimdan savol tushibdi. Shu PM project management degan umiddaman. Prosta PM bu product manager ham bo'lishi mumkin, program manager ham bo'lishi mumkin, portfolio manager ham bo'lishi mumkin. Juda ham ko'p transkripsiyalari bor. Shuning uchun project manager degan umiddaman. Project manager sifatida o'sish uchun qanaqa kitob tavsiya qilasiz deb yozibdilar yoki kurs. Yana shu bu savolga maqsadingizga bog'liq deb javob beraman. Misol uchun, bir xilla IT bilan ishlamaydi, bir xilla IT sohasida ishlaydi. Misol IT sohasida ishlamaydigan mutaxassislar uchun IT sohasida ishlashni qulay qilib beradigan framework, usul, metodlardan foydalanish mantiqdan uzoq. Misol uchun, ishlab chiqarishni kuchaytirib beradigan, Kaizenga asoslangan, Lean manufacturingga asoslangan Six Sigma degan sertifikatsiya bor. U ishlab chiqarishga zo'r tushadi. Intellektual mehnat bilan sal kelishish qiyin. Intellektual mehnat uchun, produktlar uchun Scrum bor. Proyektlar uchun o'sha tabiiy klassik waterfall usuli bor, ya'ni prediktiv usul. Yokida P3 Express degan sistema bor. Agar muammo chiqgan bo'lsa, uni Kanban hal qilib bera oladi. Yokida siz menejer sifatida jarayonlar qurish kerak bo'lgan bo'lsa, jarayonlar qurish uchun boshqa turdagi sertifikatsiyalar to'plami bor. Maqsadga bog'liq. Agar savolingiz bo'lgan bo'lsa, LinkedInda kelsangiz bo'ladi, bemalol o'tirib, bafurga gaplashib olamiz. Kitobga to'xtalgan bo'lsak, PM Book bor. Project Management Body of Knowledge, PMI ekan. Shu kitob bor. U endi ensiklopediya sifatida ishlatsa bo'ladi. Muammo chiqqan bo'lsa, muammoga qanaqa yechim bor ekan degan savolga javob berish uchun. Scrumga oid kitoblarni o'ylab chiqqan bo'lsangiz, shu Scrum asoschilaridan biri bo'lgan Ken Schwaberlar Software in 30 days, ya'ni software 30 kunda ishlab chiqarish shunga yaqinroq ism bilan yana bitta kitob bor. Agarda Kanbanga qiziqgan bo'lsanglar, Kanban Blue Book bor, ya'ni Kanbanning ko'p kitobi, David Andersonniki. Uni topsanglar bo'ladi. Maqsadga bog'liq. Agarda kerakli mashqga ozgincha to'xtalib keting, hozir ekranni share qilaman. Ekranim ko'rinyapti degan umiddaman. Birinchi prezentatsiyaga qaytgan bo'lsak, bir qaranglar, men o'zim sertifikatsiyalar haqida gapirgan bo'lsam, misol bu Kanbanga oid. Bu change managementga oid. Ya'ni korxonalarda o'zgarishlarni o'tkazish ham bu bir loyiha. Bu project managementga bog'liq. Bu agile project managementga bog'liq. Bu organizatsiyaga bog'liq. Scrum, LESS. Bu korxonani frameworkini dizaynini yaratish, ya'ni shu unikal dizayn yaratishga yo'naltirilgan sertifikatsiya. Bu korxonadagi har bir korxona 5 ta 3 ta ustundan tashkil topgan deydi mana shu sertifikatsiya yo'nalishi. Ya'ni birinchisi bu operatsion komandalar, ish qilgan komandalar, keyingisi bu koordinatsion komandalar, produkt, arxitektorlar, texniklar va strategik daraja
Bu shu C-level, VP'lar va har bir levelda sizda ishni boshqarish gorizonti o'zgaradi. O'sha gorizontga moslab turib jarayonlarni yaratishga yordam beradigan sertifikatsiya. PMP sertifikatsiyasi bor. PMP sertifikatsiyasidan osonroq bo'lgan CAPM sertifikatsiyasi bor. Ya'ni har bir sertifikatda o'ziga yarasha maqsadi bor va u hal qiladigan og'rig'i bor. Shu sizlarda nima og'riyotganini bilib turib, o'sha og'rig'iga qarab ulagan bo'lsanglar, o'sha har xil turdagi sertifikatlar va kitoblar to'planib kelib chiqadi. Hop, keyingi savol. Shu yerda Aha. hozir xaridorga sertifikatlash bu siz ishlayotgan kompaniyada ko'rgan muammolarga yechim sifatida olishim kerak degan maqsadda bo'lganmi yoki yo'q, men mana shu o'rganishim kerak ekan degan o'zizdagi ichki ambitsiyadan kelib chiqadi? Qarang, menda yoddoshim qanaqa bo'lgan? O'zi birinchi sertifikat olgan sertifikatim Scrum haqida bo'lgan, ikkinchi olgan sertifikatim Kanban bo'yicha bo'lgan. Nimaga men bu sertifikatlarni olganman? Tabiiyki, shu birinchi maqsad bu yaxshi mutaxassis bo'lish. Ya'ni Scrum deganda ko'r-ko'rona yoki eshitgan narsam bo'yicha ishlash emasda, haqiqatan Scrumning mohiyatini, mag'zini tushungan holatda ishlash. Nega Scrum bilan Kanban birinchi mani sertifikatlarim? Sababi oddiy, ko'pchilik Jiradan foydalanadi. Jiraga kirib turib project create qilgan bo'lsanglar, Scrum board yoki Kanban board chiqadi. Demak, bu butun dunyoda keng tarqalgan ikkita usul. Bu meni filosofiyam bo'lgan. Demak, mana shu ikkita usul haqida batafsil bilib olishim kerak. Shunda men haqiqatan proyektni yaxshi olib bora olaman. Undan keyin bu ikkita framework, ikkinchisi usul. Bu ikkita instrument faqatgina shu instrumentligini tushundim va undanda kengroq, kattaroq miqyosda o'ylash keraklik degan fikrga keldim. O fikrga kelgandan keyin menda tabiiyki boshqa sertifikatsiyalarga talab bo'lgan. Bu talabni ishlash davomida kelib chiqqan muammolar bilan uchrashib, shu boshim devorga urilganda qidirib topganman. Ya'ni birinchi motivatsiya bu yaxshi mutaxassis bo'lish, keyingisi o'sha praktika davomida kelib chiqqan muammolarga to'g'ri yechim topish va to'g'ri yechim deganda global praktikada nima yechimlar bor degan savolga javob topish orqali kelganman. Va eng qiziq momenti bu global yechimlar Yevropada, Amerikada paydo bo'lgan, uni mahalliy muhit bilan uyg'unlashtirish kerak. Mahalliy muhit degani bu o'zbek tilini bilishingiz, o'zbek kulturasini tushunishingiz. Ya'ni hop nima o'zi? Hop degani men san aytgan vaqtingni qilib degani emas. Yokida stakeholderlar choyxonada qo'l tashlash ish hal qilishi, ya'ni o'zbekcha usul bilan. O'sha narsalarni tushungan holatda siz tabiiyki bu yechimlardan ko'r-ko'rona foydalanishingiz kerak emas, mahalliy muhit bilan uyg'unlashtirishingiz kerak. Shuning uchun boyagi prezentatsiyaga yana bitta qaytib ketayim. Menga juda ham o'zimni mana shu cover page'im yoqadi. Men qilgan ishim nima? Men shu global amaliyotlarni mahalliy muhit bilan uyg'unlashtiraman. Ya'ni mana shu prinsip asosida ishlayman. Qancha shu Abduhamid aka, bugungi master klass uchun ajratgan vaqtingiz uchun kattakon rahmat. Men o'ylaymanki, bu juda ham foydali bo'ldi. Hamma uchun qiziq, o'ziga kerakli savollarga bir tushunchalarni oshirishga yordam berdi. Kattakon rahmat aka. Shuncha dam olish kuni bo'lsa ham oilaviy dam olish kuni ajratganingiz uchun. Men rahmat demoqchiman. Birinchidan vaqtingni ajratib kelganingiz uchun. Men uchun bu men missiyamga yetishga yordam beradigan bitta yo'l. Va sizlar aynan shu dam olish kuningizdan kechib turib kelganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Agarda savollaringiz bo'lgan bo'lsa, tortinmasdan murojaat qilsanglar bo'ladi. LinkedInim bor, Telegramim bor. Qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilaman. Abbos akaga ham kattakon rahmat. Basha tadbirni rejalashtirib o'tib berganlari uchun. Salomat bo'linglar. Rahmat hammaga. Salomat bo'linglar.